Ayollar mangu o'zgarmasa, undaqda erlar o'zgaraydi. Xulqi bor ayol bo'lingki, muz chiroy ayol bo'lmang. Ayollarda 3 narsa kam bo'lmasligi kerak. Go'zallik, iqtidor, sehriy kuch. Ayollarda 3 go'zallik bo'lish kerak. Obraz go'zalligi, til go'zalligi, qalb go'zalligi. 3 ga mas'ul bo'lish kerak. Qazon beshiga mas'ul, erga mas'ul, balaga mas'ul. Ayollarda 4 mustaqil bo'lish kerak. O'y fikr mustaqilligi, iqtidor mustaqilligi, qatnash mustaqilligi, iqtisod mustaqilligi. Chiroyli go'zal ayollar go'har bo'lsa, aqlliq, farosatli ayollar xazinadir. Ayollarda xarakter bo'lg'achqilar tuman xil nozi, tuman xil romantik tuyg'usi bo'ladi.